Assalomu alaykum qadrdonlar, mana aholisi ikkita hovlimiz tayyor bo'ldi. Mana aholisi 1.7 sotuvlik hovlimiz. Mana keluvchi o'ng qo'lda sanuzil hovliniki aholisi. Mana sanuzilimiz, kotelnigimiz shu yerda joylashgan. Aholisi bu yerda rakvinaning joyi ko'chadagi. Bu yog'i podvalimiz. Podvalimiz ham kengina. Aholisi mana. Podvalimiz keng. Mana podvalimiz. Aholisi ochiq bo'ldi. Ochilgan darajada. Hop, kelaveramiz. Bu yoq tarafimiz, to'rimiz zal. Bu supaga joy. Aholisi yozning letniy joyiga. Bu yog'imiz zalimiz. Kelaveramiz. Bu yog'imiz oshxonaga. Nega joy? Aholisi katta. Xo'p, bu yog'imiz bitta родительский xona qilganmiz. Aholisi spalniy. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Avtomat ключательlarimiz. Hop, bu yoqda yana bitta uyimiz, zal bu yog'imiz. Zalimiz tayyor holatda. Aholisi. Xo'p, bu yog'imiz yana bitta tualet tayyor bu yog'i. Sanuzil. Sanuzillar. To'pli pol ishlayapti, aholisi. 60-70 gradus yaxshi issiq, ichkarili. Spaniya o'zimiz sanuzili. Tayyor. Aholisi. Xo'sh. Mana bu yoq yana bitta Spaniya. Mana orqada o'risi. Havo bemalol aylanadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana ustalari tayyor, 100% tayyor holatdagi uyimiz. Aholisi 1, 2, 3, 4 xonali. Bu oshxonamiz mana kengina, panoramli bo'ladi oshxonalar ham. Studiyniy bo'ladi, studiyniy. Panoramlimiz studiyniy bo'ladi aholisi. Mana ko'rinishlar. Bu ko'rinishlari mana hovlilar katta.